Jackie Chan 1 yilda qarib qoldi. Qanday qilib deysizmi? Hozir aytib beraman. 71 yoshga kirganda Jackie Chan yana bir bor dunyoni hayratda qoldirdi. Ammo bu safar yangi film yoki rekord emas. Ko'pchilik uning juda tez qarib qolganini payqadi. Yaqinda ham atigi 1 yil oldin u suratga olish maydonchasida har doimgidek chaqqon va quvnoq edi. Bugun esa tashqi ko'rinishi ancha o'zgargan. Buning bir nechta jiddiy sabablari bor. Birinchisi sog'lig'i. U o'nlab yillar davomida eng xavfli triklarni o'zi bajardi. Natijada deyarli butun tanasi jarohat ko'rgan. Ko'p suyaklari singan. Hatto bosh suyagida ham eski og'ir jarohat qolgan izi bor. Yillar davomida yig'ilgan og'riq va shikastlar 70 yoshdan keyin albatta sezilmay qolmaydi. Ikkinchisi karyerasi. So'nggi filmlari avvalgi shon-shuhrat darajasiga chiqa olmadi. Ba'zi muxlislar endi unga to'xtab, o'zini afsonaviy davrini hurmat bilan yakunlash va merosini saqlab qolish kerak deb hisoblaydi. Uchinchisi shaxsiy hayoti. O'g'li bilan bog'liq muammolar ommaga chiqdi. Qizi esa u bilan aloqani uzganini ma'lum qilgan. Afsona bo'lish oson emas. Sahna ortida esa ko'pincha odamlar ko'rmaydigan og'ir haqiqatlar yashiringan bo'ladi.